shunaqa atirgullarimiz bor. Ana shu ochilgan bir qavatacha tikonlarni qarang. Tanasidagi judayam tikoni ko'p, lekin hidi shunaqangi shirin. Butonlarni qarang, qancha butonlari bor. Biram chiroyli bo'lib ochilib beradi. Bir donasi ochilgan. Shunaqa atirgulchani ko'rganmisizlar? Bir qavata. Bargi ham boshqacha. Может быть, bu atirgul emasmikin? Bargini qarang. Butonchalarni qarang. Ana bu yoqqa ham. Ana shunaqa gulimiz bor. Может быть, bu atirgul emasdir, lekin atirgulda shunaqa sortlari ham bor. Shunaqa qalin bo'lib chiqibdi, juda ham qalin bo'lgan. Juda ham chiroyli. Atirgulchalarni qarang. Chiroyli gulchasi. İçidagi mana bu nimalarni ham ichini bo'lib turibdi. Bir qavatcha atirgul ham demaysiz buni. Butonchalari bor. Juda ham g'ujum buton emas, normalni bo'ladi. Udabrena solinmagan bunga. Bez udabrena shunday bu o'sib shunday shu holatga kelgan. Buni o'tgan yillar men qurib qolgan ekan. Qirqib, ozgina parvarish berib, lishnilarni olib, qurigan shoxlarni olganim uchungina shu holatga kelgan. Atak o'z ahvoli juda ham og'ir edi. Chunki juda ham ko'pchilik keladi. Parvarish qilgisi kelmaydi. Ancha-muncha odam. Chiroyli. Endi bu gulimiz. Buni qarang, ochilganini qarang. Bu nima bu? Shamshodmi? Bu devor gul bo'ladi-ku, devor shakli beriladigan. O'sha gul menimcha. Ochilmagan novdalari qancha xil. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Oppoq qorday bo'lib turibdi. Chiroyli. O'rlak ekan. O'rini qarang. Asalim. Bu bechoralar oila g'amiya, ro'zg'or g'amiya, bola chaqa g'amiya. Shu oralar ham shu o'zimizda. Biz ham shu oila g'amiya, bola chaqa g'amiya shu yerlarga ishlab birimiz ikki bo'lsin, uyimiz bo'lsin, mashinamiz bo'lsin deb farzandlarimiz yaxshi o'qishlarga o'qisin. Yaxshi joylarga, yaxshi kunlarga yursin degan maqsadga shu yerlarga kelganmiz. Er-xotin ishlayapmiz. Oila, bola chaqa uchun tashlab kelganmiz bachalarimizni. Lekin o'shalar uchun ishlayapmiz. Ularni baxti kamoli uchun, orzu havaslar uchun. Shunaqa. Hali shaq-shaqlayim tinmasdan shaqillayotibdi yaxshilikka. Hali shaq-shaqlayim. Oila kelgan, по-моему, ular ham bola chaqa uchun kelgan. Shunaqa gullarimiz bor bog'imizda. Bog'imiz juda ham katta. Mana bu bahorga ochiladi, ochilib tugadi. Qanaqa gul ekanligini bilmayman, lekin juda ham chiroyli ochiladi. Ana bu urug'chalar qilganman.
ay tushib ketdi. Ana olib pishmagan urug'lari ko'rinyaptimi? Ana shunaqa urug'cha, lekin biron marta tagidan chiqmagan. Shunaqa video olayotganimda xatolarim va kamchiliklarim bo'lsa sizlardan uzr so'rayman. Chunki unaqa videolarni chiroyli oladigan darajada mukammal o'rganmadim. Oddiy telefonda olaman. Bez dublyaj deydi-ku. Bez montaj qo'yaman doim. Oddiy telefon, hech narsa yo'q. Shtativ ham yo'q, hech narsam yo'q. Oddiy telefonga olib qo'yib boraman sizlarga. Agar yoqsa like bosib, kommentariya yozinglar. Shunaqa sog' salomat bo'linglar. Mani bir gulim ochilmasin, sizlarga ko'rsataveraman. Sizlarga yana smorodinani qizili ochilgan. Ana qo'ng'izlarni qarang. Shunaqa qo'ng'izlar yaxshi ko'rar ekan shu smorodinani. Orimas bular. Qo'ng'izlar. Ochilib tugab bo'lganmi bu? Necha kundan beri ochilib yotibdi, lekin bir haftadan beri xuddi gortenziyani guliga o'xshab ketadi. Smorodinani qizili bu. Ana juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Gortenziyaga o'xshab ketadi. Chaman bo'lib. Mana bu balandligini qarang. Hey. Balandlargacha ochilyotibdi smorodina. Nima? Smorodinani qizili bu. Dika sorti menimcha, yovvoyi sorti. Nimaga yovvoyi sorti? Yeb bo'lmaydi bu smorodinani. Juda ham kesli qanaqadir. Ochilib bo'ldi, necha kun yomg'ir keldi-da, shuni evaziga shunaqa holatda turibdi. Hali ham necha kun yomg'ir kelgan bo'lsa ham qarang. Shunaqangi chiroyli ochilgan gullari. Chaman. Judayam chiroyli bo'lib ochilgan. Hamma joyi shunaqa chiroyli bo'lib ochilgan, daraxtday bo'lib ketgan. Ana smorodinani qurganlari ham bor. Ko'rinayotgan bo'lsa. Ana shu holatda soladi. Ana qurganlar ko'rinayotgan bo'lsa. Основной judayam chiroyli bo'lib turibdi, lekin ana yerlar ham gullar bo'lib yotibdi. Yerlar necha kun bo'ldi? Bir hafta 10 kun. Ana olaman, mana olaman, judayam chiroyli bo'ldi deyman, lekin vaqt yo'q, ish ko'p. Judayam chiroyli. Asalcha bo'lgan. Bun chiroyligini. Qo'ng'izni qarang. Qo'ng'izchalar, sizlar ham och qolganlaringizdan qo'ng'izlar kelyotibdi shunday. Go'zallik sizlarga ham ko'rsatay, shunaqa smorodinalar ham bor. Ana barglari.